Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan yana bir xil abado yasash o'rgataman. Bizga mana shunaqa abado kerak bo'ladi. Bu 1000 so'mlik abadok. Agar optimga ko'proq olaman desanglar 500 so'mdan ham berishadi. Ikkitasini 1,5 ming so'mga berishadi. Bu eng oddiysi, lekin sifati unaqa eng yomon emas, lekin yaxshi. Agar ko'proqqa tursin, yillab tursin, rangi o'zgarmasin desanglar, sizlar boshqa, ya'ni qimmatroq abadoklardan foydalansanglar bo'ladi, lekin bu eng arzoni va eng yaxshilaridan bittasi. Bizga kerak bo'ladi kley. Mana shunaqa B70 kley. Bunda biz toshlarni, durlarni, o'sha temirni bemalol yopishtirsak bo'ladi. Va bizga kerak bo'ladigan yana bir narsamiz bu setka. Setkani o'zingizlar xohlagan kattalikdagisini olsanglar bo'ladi bemalol. Xohlasanglar bittalik, xohlasanglar ikkitalik olsanglar bo'ladi. Va lenta. Lentani iloji boricha mana bunaqa shaklidagisi bo'ladi. Men topolmadim, sizlarga keyingi videolarda yana ko'rsataman. Mana shunaqa ingichkalar bo'ladi. Ana shulardan olishga harakat qilinglar. Men odatda gul yasashga olaman, o'shandan ishlatib boraman. Mana shunaqa ingichkalardan olsanglar bo'ladi. Bemalol bularni bezak magazinlardan topa olasizlar. Qolgan narsalarni, ya'ni durlarini, toshlarini video davomida sizlarga ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda biz qiladigan ishimiz o'zimizga keraklicha bo'lgan, ya'ni mana shu bo'yiga moslab setkani kesib olishimiz kerak bo'ladi. Setka kesganda setkani tortib o'lchamanglar, o'z holatida o'lchaysizlar. Bu uchun birinchi kleyimizni yopishtirishdan boshlasak, shunda qiynalmaymiz. O'rtasidan qo'yasizlar. Ozroq ushlab turamiz. Videoni tezlashtirmasdan, cho'zmasdan sizlarga ko'rsataman. Chunki tezlashtirganimda sizlarga tez bo'lib qolgandek tuyulyapti. Lekin ozgina vaqt ketadi. Ustidan qilsak ham bo'ladi buni, baribir setka-yu. Ushlab turamiz. Buni yopish uchun ozgina vaqt kerak, ya'ni ozgina qochish kerak. Chunki tez yopishmaydi. Bu temir kley bo'lgani uchun vaqt tezroq, ko'proq ketadi-da. Lekin tezroq bo'lishini xohlasanglar, pistolet kleyda yopishtirsanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib birinchi abadogiylarga, temir abadogiylarga kleysini hamma joyiga surib qo'ysanglar, picha vaqt o'tgandan keyin qochishi oson bo'ladi. Bu yog'i kutib tursa ozroq, sizlar bu yog'idan kam-kam boshlab yopishtirasizlar. Hammasini tekkizganim yo'q, ko'rdinglar? Ushlab yopishtiramiz. Shu holatda yopishtirib olamiz. Va ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Bu ozgina tursa yaxshi qotadi. Ozgina kutib turasizlar va yaxshi qotirib olasizlar. Mana qizlar, endi qotirib bo'lganimizdan keyin mana bu chetki qismini mana shunday qilib qayirib olib kelib olasizlar. Mana shu holatda.
Mana shu holatda olib kelamiz va mana bunaqa simchamiz bilan qotirib olamiz. Sim bilan qotirsanglar qattiqroq, mustahkamroq bo'ladi. Qisib qo'ysak, shu holatda qotirib olamiz. Endi bu tomonini mana bu tomonini ham qotirib oldik. Endi bularning ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Ya'ni abadokdan chiqqan joyini kesib tashlashingiz kerak. Bu tomonini ham xuddi shunaqa. Mana ikkita tomonini ham kuydirib oldik. Mana shunaqa qilib qotirdik. Endi bu abadokda xuddi shu shaklda tutsak ham bo'ladi. Ya'ni bezaklar qo'yib, men sizlarga asos qismini o'rgatyapman hozircha. Bu yoqlariga ham lekin bezak berishimiz kerak. Endi shu şekilde uchta burma bermoqchiman. Shu şekilde. Tortib simlarimizni o'rab olamiz.
o'rtasidan ham bitta qilyapman. Besh marta simaylantiryapman va kesib bitta qisamiz. Tamam. Mana shu shaklda asos qismini tayyorlab oldik. Endi bezak berishimiz kerak. Bu joylariga qanaqa bezak beramiz desanglar, toshlab yopishtirib chiqsanglar bo'ladi bemalol. Men kichkina qizimga qilayotganim uchun oddiy oppoq toshlardan foydalanmoqchiman. Va undan oldin lenta bilan bekitib olishimiz kerak. Bekitadigan joylarini. Pistolet kleyimiz qizisin, pistolet kleyini qizitib olamiz va mana bu joylarini lenta bilan yaxshilab, mahkamlab bekitib olishimiz kerak bo'ladi. Bu joyini va bu joyini. Bu yoqlariga shart emas, chunki bu yoqlariga shundoq ham toshlarni yopishtirib chiqamiz chiroyli qilib. Setkilar oq bo'lgani uchun oq ishlatishga harakat qilinglar bu joyiga ham. Menda oq sim bo'lmagani uchun tillarangdan ishlatib yordim, lekin sizlar oq ishlatsanglar ham bo'ladi. Bitta tomonni bekitib oldik. Va ikkinchi tomonini ham bekitishimiz kerak. Ikkita tomonini bekitib oldik. Endi toshlarimizni yopishtirish boshlaymiz. Xohlasanglar pistolet kley bilan yopishtiringlar, xohlasanglar birinchidagi kleyimiz bilan yopishtirsanglar bo'ladi. Mana bu kley bilan ham yopishtirsanglar bo'ladi toshlarni.
Xohlasanglar mana bunday qilib oralari